Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan, bizani eng yaqin obunachilarimiz, sizlarga yangi O'zbekistondan va shikalat variantda chotki narxda xonadon topib qo'ydim. Umuman bu yerda hech kim yashalmagan, qaranglar. Sizlar uchun mana shu yo'layimiz faqat sizlar uchun bo'ladi. 3 ta dona xonadon emas, sizniki bilan 4 ta bo'lyapti. Chotki qilib burchatkalar qilib qo'yilgan. Kirganimizda to'g'ridagi xonadon sizniki bo'ladi inshaalloh. Ramazon oyida xuddi shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deganlar videoni boshidan like bosib qo'ying. Xonadonimizni bilasizlar, oldindan narxini aytib o'tib ketaman. Narxi $100,000 deyaptilar. Ozgina kelishtiriladigan joyi bor. Kvadratga keladigan bo'lsa 134 kvadrat tashkil qilyapti. Umumiy xonadonimiz bir qavatdan iborat, o'zini yerto'lalari ham bor. Qaranglar, 206 sotikka tushgan bu xonadonimiz. Kirishimiz bilan bemalol bitta mashina qo'yib qo'yishga alohida joylari bor. Letniy kuxnyamizni mana shu yerga chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan ekan. Qaranglar, qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldirib qo'yinglar. Mana bu yerda tashqarida o'zini alohida hojatxonalari ham bor ekan. Tayyor qilib qo'yilgan. Xuddi shunaqa yeringlar bo'ladimi? Uchastkami farqi yo'q. Aloqaga chiqinglar. Hozir ro'za Ramazon oyiga reklamamizni tekin qilib qo'yamiz. Tepadan nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Asosiy xonadonimizga kirishimiz bilan xuddi shunaqa binolarni kutib oladi. Bismillahirrohmanirrohim deb kirishimiz bilan chap qo'limizdan boshlay qolamiz. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bor. Xonadonimiz umumiy tubli pol orqali isiydi. Tashqari qaragan oynalarimiz bor, ko'rib turibsizlar. Fartuklarni chiroyli qilib kafillar terib qo'yishgan, o'zingizlarni didinglarga moslashtirib, bemalol kuxniy mebellarni qo'ydirib olsanglar ham bo'laveradi. Yo'lay bo'ylab yuramiz, qaranglar, chiroyli, yorqin, oppoqqina bo'ylardan foydalanishgan ekan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz, detskiy xonamiz bor-da, qaranglar. Chiroyli, yorqin bo'ylardan foydalanishgan ekan. Xonadonimizni tashqari qaragan oynalar ham qo'yib ketishgan. Mana bu joyimiz hol bo'lyapti. Bemalol mehmonlarni mana shu yerda divanni zo'na qilib qo'yib, mana bu yerga chiroyli televizorchani ilib qo'ysanglar, mehmonlarni shu yerda mazza qilib kutib olsanglar ham bo'laveradi. Keyingi xonamiz, bu joyimiz spalniyamiz bo'lyapti. Spalniyamiz, tashqariga qaragan oynalarimiz bor, chiroyli, ko'zga yoqadigan lyustralardan ham qo'yib qo'yishgan ekan. Umumiy birinchi etajimiz uchun mo'ljallangan umumiy saunzelimiz bor-da. Va hojatxonasini alohida qilib razdelni qilib yuborishgan ekan. Shu yerga joylashtirib yuborishgan ekan. Qaranglar, qanaqa chiqqan. Yo'lay bo'ylab yuramiz. Keyingi mehmonlar kutadigan zalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Zalimiz ancha katta. Hamma xonamizda e'tibor beringlar. Tashqari qaragan, xuddi shunaqa havo aylanib turish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan. Orqa tarafda bemalol havo aylanib turish uchun, shabada bo'lib turish uchun oynalar qo'yilgan. Xohlasanglar, zal sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Havo aylanib turish uchun katta panoramli oynalar ham qo'yib ketishgan, eshikka joy ham tashlab ketishgan orqa tarafimiz uchun. Lokatsiyaga keladigan bo'lsa, Yangi O'zbekiston tumanida joylashgan 206 sotikli xonadonimiz umumiy 4 ta xona plus podvol oshxonasiga ega xonadonimizni $100,000 ga sizlarga sotib olsa ham bo'laveradi. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar, bunaqa qalbiylarni rangidagi oppoq xonadon menimcha qidirib topa olmasanglar keladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'lyapti, aloqaga chiqaverasizlar.